Dunyoda hamma boy bo'lishni xohlaydi. Lekin nega 99% odamlar bunga faqat 65 yoshida, tishlari to'kilib, belida quvvati qolmaganda yetadi yoki nega ba'zilar umuman yetib bora olmaydi? De Marco aytadi, muvaffaqiyat bu tasodifiy hodisa emas, bu yo'l xaritasi. Bugun biz o'sha xaritalarni ko'rib chiqib, boylikka yetkazadigan eng tezkor yo'lagimizni chizamiz. Dunyoda 3 ta toifa bor. Birinchi toifa piyodalar. Ularning shiori bitta. Bugun bilan yasha, ertaga Xudo poshsho. Keling tanishaylik, bu Murod. U yaxshi ishlaydi. Daromadi yomon emas, lekin Murodning bitta dardi bor. U boshqalarga boy bo'lib ko'rinishi kerak. Yangi iPhone chiqdimi, kreditga oladi. Qo'shnisi yangi mashina oldimi, qarz olib bo'lsa ham undan yaxshisini minishi shart. Murodning xaritasida bitta nuqson bor. U boylikni narsalar deb o'ylaydi. Uning uchun boylik bu yangi kiyim, qimmat restoran va Instagramdagi chiroyli rasm. Aslida esa Murod zamonaviy qul. U har oy maoshini olishi bilan uni darrov ijaraga, kreditga va brendlarga tarqatib yuboradi. Agar uning ishi to'xtasa, uning dunyosi bir haftada qulab tushadi. Piyodalar yo'lagida yurganlar boy emas. Ular boylikning xayolida yashayotganlardir. Ular uzoqni ko'ra olmaydi. Ularning GPS tizimi faqat bugungi oqshomni ko'rsatadi. Ikkinchi toifa sekin yo'lakdagilar. Bular aqlli odamlar. Ota-onasi aytganidek, yaxshi o'qi, diplom ol, xavfsiz ishga kir, maoshingdan 10% olib qo'y va 40 yildan keyin boy bo'lasan. Ko'pchilik qanday qilib $1 million topsam bo'ladi deb so'raydi. Lekin juda kam odam $1 million topish uchun matematikada nima o'zgarishi kerak deb o'ylaydi. De Marco aytadi, sizning boy bo'la olmayotganligingizning sababi sizning matematikangiz noto'g'ri. Siz cheklangan resurslar bilan cheksiz natijaga erishmoqchisiz. Bugun siz bilan maktabda o'rgatilmagan, lekin hayotingizni hal qiladigan formulani tahlil qilamiz. Nega ba'zi odamlar 10 barobar ko'p ishlasa ham 10 barobar ko'p pul topa olmaydi? Keling bir qahramonni olaylik. Ismi Jasur. Jasur zo'r mutaxassis. Uning maoshi soatiga $50. Bu juda yaxshi maosh. Jasur boy bo'lishni xohlaydi. U hisob qilib ko'radi. Agar kuniga 10 soat ishlasa, haftasiga 5 kun. U yiliga taxminan $125 ming topadi. Lekin muammo bu yerda emas. Muammo Jasurning matematikasidagi cheklovda. Jasurning formulasida ikkita o'zgaruvchi bor: maosh va vaqt. Vaqt cheklangan. Jasur sutkasiga 24 soatdan ortiq ishlay olmaydi. Hatto uxlamasa ham uning vaqti baribir cheklangan. Maosh cheklangan. Maoshni kompaniya yoki bozor belgilaydi. Jasur qanchalik zo'r bo'lmasin, uning soatiga to'lanadigan puli 100 barobarga oshib ketmaydi. De Marco buni dahshatli matematika deb ataydi. Siz o'z hayotingizni cheklangan raqamlarga bog'lab qo'ygansiz. Sizning boyligingiz vaqt degan zanjirga bog'langan. Agar Jasur dam olmoqchi bo'lsa, daromad to'xtaydi. Agar Jasur kasal bo'lsa, daromad to'xtaydi. Bu boylik emas, bu yuqori maoshlik asirlik. Endi boshqa bir qahramonni olaylik. Ismi Sardor. U 3-toifaga kiradi. Tezkor yo'lak. U vaqtni sotmaydi. U tizim quradi. Sardorning formulasi butunlay boshqacha. Boylik barobar sof foyda qo'shilgan aktivlar. Sof foyda sotilgan mahsulotlar soni. Ko'paytirilgan bitta mahsulotdan tushadigan foyda. Keling Sardorning o'zgaruvchilariga qaraymiz. Sardor bir marta foydali dastur yoki elektron kitob yaratdi deylik. U bitta kitob sotsa ham bir xil vaqt sarflaydi. U millionta kitob sotsa ham bir xil vaqt sarflaydi. Sardorning formulasida vaqt o'zgaruvchisi yo'q. Uning o'rniga masshtab bor. U kitobini dunyodagi istalgan nuqtasiga istalgan miqdorda sota oladi. Agar u reklamani kuchaytirsa va mahsulotni yaxshilasa, sotuvlar soni 100 dan 100 mingtagacha chiqishi mumkin. Jasur sekin yo'lakdagi odam. 100 barobar ko'p pul topish uchun 100 barobar ko'p ishlashi kerak. Bu jismonan imkonsiz. Sardor esa 100 barobar ko'p pul topishi uchun shunchaki ko'proq odamga qiymat yaratishi kerak. Bu matematika yordamida imkonli. De Marco bir hayotiy misolni keltiradi. Tasavvur qiling, siz ko'chada hashamatli Lamborghini mashinasini ko'rdingiz. Ichida 25 yoshli yigit o'tiribdi. Sekin yo'lakdagilar nima deb o'ylaydi? Yo u lotereya yutgan, yo unga ota-onasi qoldirgan, yoki u harom yo'l bilan topgan.
Nega? Chunki ularning matematikasi bo'yicha 25 yoshda halol mehnat bilan Lamborghini olish imkonsiz. Ularning miyasidagi maosh ko'paytirilgan vaqt formulasi bunga ruxsat bermaydi. Lekin tezkor yo'lakdagilar biladiki, bu yigit lotereya yutmagan bo'lishi mumkin. U shunchaki masshtab qonunidan foydalangan. U millionlab odamlarning kichik bir muammosini hal qilgan. Boylik bu sizning oylik maoshingiz emas. Boylik bu sizning aktivlaringiz. Aktiv bu siz uxlayotganingizda ham pul keltiradigan mexanizm. Jasurning ishi bor, sardorning esa aktivi bor. Siz hozir qaysi formuladan foydalanyapsiz? Agar siz bugun 8 soat ishladim, demak shuncha topdim degan mantiq bilan yashayotgan bo'lsangiz, siz qopqondasiz. Sizning boyligingiz sizning jismoniy holatingizga va xo'jayiningizning kayfiyatiga bog'liq. Tasavvur qiling, 70 yoshda Ferrari minishdan nima ma'no bor? Agar undan tushish uchun hassa kerak bo'lsa, bu xarita ham ishlamaydi. Chunki u sizning eng yaxshi yillaringizni o'g'irlaydi. Fast lane, ya'ni tezkor yo'lak matematikasi sizdan bir narsani so'raydi. Vaqtdan mustaqil bo'lgan o'zgaruvchini toping. Bu dasturiy kod bo'lishi mumkin. Bu avtomatlashgan biznes bo'lishi mumkin. Bu millionlab odamlarga yetadigan kontent bo'lishi mumkin. Siz qattiq mehnat qilishingiz kerak, lekin mehnatni noto'g'ri matematikaga sarflamang. Vaqtni sotish bu eng yomon savdo. Vaqtni tizim qurishga sarflash bu eng buyuk investitsiya. Keyingi qismda biz eng muhim nuqtaga, cents ramkasiga o'tamiz. Ya'ni qaysi bizneslar tezkor yo'lak qoidasiga tushadi-yu, qaysilari shunchaki vaqtni o'g'irlovchi tuzoq ekanini tahlil qilamiz. 3-toifa, tezkor yo'lak. Tasavvur qiling, bir inson bor, ismi Abbos. Abbos tezkor yo'lak haqidagi kitobni o'qidi va o'z biznesini boshlashga qaror qildi. U juda mehnatkash, g'ayratli va o'zining kichik qahvaxonasini ochdi. Kuniga 15 soat ishlaydi. Mijozlarga tabassum qiladi, eng yaxshi kofeni tayyorlaydi, lekin oradan 1 yil o'tib Abbos charchadi. U boyimadi, aksincha, u o'z ishining asiriga aylandi. Nega? Chunki Abbos biznes qurdim deb o'yladi. Aslida esa u shunchaki o'ziga ish yaratib oldi. Uning biznesi fast lane, tezkor yo'lak qoidalariga javob bermas edi. Demarko aytadi, agar biznesingiz 5 ta qonunga bo'ysunmasa, u sizni hech qachon ozod qilmaydi. Keling, Abbosning xatolari misolida bu qonunlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, control. Abbos kofeni zo'r tayyorlaydi, lekin u mijozlarni faqat Instagram orqali topardi. Bir kuni Instagram algoritmi o'zgardi va Abbosning sahifasi bloklandi. Shu kuni uning savdosi 80% ga tushib ketdi. Muammo nimada? Abbosda nazorat yo'q edi. U boshqa birovning yeriga bino qurgan edi. Fastlane biznesida siz tizimni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. Agar sizning butun daromadingiz bitta platformaga, masalan, faqat Amazon, faqat YouTube yoki faqat bitta yetkazib beruvchiga bog'liq bo'lsa, siz haydovchi emassiz. Siz yo'lovchisiz. Rul boshqasining qo'lida. Ikkinchisi, entry, kirish to'sig'i qonuni. Abbos nima uchun qahvaxona ochdi? Chunki bu oson. Bir oyda o'rganib, ijaraga joy topib, kofe apparat olish yetarli. Demarko aytadi, agar biznesga kirish hamma uchun oson bo'lsa, u yerda muvaffaqiyatga erishish o'ta qiyin bo'ladi. Agar siz qilayotgan ishni 24 soat ichida istalgan odam takrorlay olsa, u yerda raqobat qotil darajasida bo'ladi. Haqiqiy fast lane biznesida kirish to'sig'i baland bo'lishi kerak. Bu sizning bilimingiz, texnologiyangiz yoki murakkab tizimingiz bo'lishi mumkin. To'siq qanchalik baland bo'lsa, yo'lak shunchalik bo'sh bo'ladi. 3-qonun need. Ehtiyoj qonuni. Abbosning eng katta xatosi u o'zim kofeni yaxshi ko'raman deb ish boshlagan edi. U o'z ishtiyoqi ketidan quvdi, lekin bozor sizning ishtiyoqingizga pul to'lamaydi. Bozor faqat o'zining muammosini hal qilishlariga pul to'laydi. Fastlane tadbirkori menga nima yoqadi deb emas, odamlarga nima yetishmayapti, qayerda og'riq bor deb savol beradi. Odamlarning muammosini hal qilish boylikka olib boradigan yagona halol yo'ldir. Agar siz millionlab odamlarning muammosini yechsangiz, millionlab dollar o'zi keladi. 4-qonun, time. Vaqt qonuni. Abbos qahvaxonada turmasa, kofe sotilmaydi. Demak, uning daromadi uning vaqtiga bog'langan. Bu tezkor yo'lak emas, bu sekin yo'lak. Fast lane biznesining asosiy talabi u sizsiz ham ishlay olishi kerak. Dasturiy ta'minot, kontent, avtomatlashtirilgan tizimlar, bular siz uxlab yotganingizda ham qiymat yaratadi. Agar sizning biznesingiz sizning doimiy ishtirokingizni talab qilsa, siz biznes egasi emassiz.
Siz o'sha biznesning eng kam maosh oladigan ishchisiz. Chunki siz hamma narsaga javobgarsiz, lekin vaqtingiz cheklangan. 5-qonun scale, ya'ni masshtab qonuni. Abbosning qahvaxonasi faqat o'sha ko'chadagi odamlarga xizmat qiladi. U qanchalik ko'p ishlamasin, bir kunda 1000 dan ortiq kofe sota olmaydi. Uning masshtabi cheklangan. Fastlane biznesida chegara bo'lmasligi kerak. Siz qurgan tizim o'sha ko'chada ham, butun shaharda ham, butun dunyoda ham birdek ishlay olishi lozim. Internet bu masshtab uchun eng katta richakdir. Bir marta yaratilgan raqamli mahsulotni bir vaqtning o'zida million odamga yetkazish mumkin. Daromad hajmi cheklanmagan joyda boylik tezroq topiladi. Abbos bir kuni to'xtadi va o'yladi. U qahvaxonani sotdi. Buning o'rniga u qahvaxonalar uchun xomashyoni avtomatlashtirilgan tarzda yetkazib beruvchi tizim yaratdi. Birinchi qonun control. Tizim kodi endi unga tegishli. Ikkinchisi kirish. Bunday murakkab tizimni qurish uchun oylar davomida bilim kerak. Uchinchisi ehtiyoj. Minglab qahvaxona egalari xomashyo yetishmovchiligi muammosidan qiynalardi. To'rtinchisi vaqt. Tizim avtomatik buyurtma oladi. Abbos u yerda bo'lishi shart emas. Beshinchisi masshtab. Bu tizimni butun dunyodagi qahvaxonalarga sotish mumkin. Abbos endi charchamaydi, u endi boylikning tezkor yo'lagida. Sizning biznesingizcha u sens qonunlariga javob beradimi yoki siz ham Abbosning birinchi holatidagidek o'zingiz uchun yangi ish qidiryapsizmi? Keyingi qismda biz bu tizimlarni qanday qilib richak yordamida harakatga keltirishni o'rganamiz. Zerikarli nazariyadan voz keching. Biz tizimlar quramiz. Keling, 2 kishini olaylik. Birinchisi orzumand. Uning daftari milliard dollarlik g'oyalarga to'la. U doim agar men buni qilsam dunyo o'zgaradi deb gapiradi. U mukammal vaqtni, mukammal sarmoyalarni va mukammal sharoitni kutadi. U g'oyasini o'g'irlab ketishlaridan qo'rqib hech kimga aytmaydi. Ikkinchisi g'olib. Uning g'oyasi oddiy, u shunchaki odamlarga sifatli xizmat ko'rsatadigan kichik bir tizim qurmoqchi. G'olib kutib o'tirmaydi. U bugun qo'lida bor imkoniyat bilan birinchi g'ishtni qo'yadi. U xato qiladi. Odamlar uni kulgu qiladi, lekin u har kuni ijro qilishda davom etadi. Oradan 2 yil o'tdi. Orzumand hali ham o'sha daftarini quchoqlab o'tiribdi, g'olib esa allaqachon ishlaydigan va foyda keltiradigan tizim egasi. Boylikning matematik ko'paytmasi. Demarko buni matematik formula bilan tushuntiradi. Natija barobar g'oya ko'paytirilgan ijro. Tasavvur qiling, siz u bizning eng dahshatli g'oyamizga 10 ball beraylik. Lekin biz hech narsa qilmadik, ya'ni ijro 0 ga teng. Endi natija 10 ko'paytirilgan 0 barobar 0. Endi o'rtacha, hattoki eskirgan g'oyani olaylik. Masalan, kiyim sotish yoki ta'lim. Unga bor yo'g'i 2 ball beramiz. Lekin ijro darajasi, mehnat, tizim, marketingga 10 ball beramiz. Natija 2 ko'paytirilgan 10 barobar 20. Gohida dunyoni o'zgartirish uchun yangi g'oya kerak emas. Shunchaki mavjud g'oyani hammadan yaxshiroq, tezroq va sifatliroq ijro etish yetarli. Google birinchi qidiruv tizimi emas. Facebook birinchi ijtimoiy tarmoq emas edi. Ular shunchaki boshqalardan ko'ra yaxshiroq ijro etishdi. Ijroning eng og'ir qismi bu bozor bilan to'qnashuv. Ko'pchilik g'oyasini amalga oshirishdan qo'rqadi, chunki ular odamlarning e'tirozidan qo'rqishadi. Lekin Demarko aytadi: mijozlarning shikoyati bu oltin konidir. Agar odamlar mahsulotingizdan nolayotgan bo'lsa, demak ular sizga yo'l ko'rsatyapti. Mana bu joyini to'g'irla, shunda men senga pul to'layman, deyapti. Piyodalar va sekin yo'lakdagilar tanqiddan qochishadi. Tezkor yo'lakdagilar esa tanqidni tizimni yaxshilash algoritmi deb qabul qilishadi. Ular o'z egolarini chetga surib, bozorning ehtiyojiga qarab o'zgarishadi. Ijro bu doim adaptatsiya jarayonidir. Tezkor yo'lakda eng muhim narsa bu masshtab va tezlik. Siz bir yilda qiladigan ishni bir haftada qilishga harakat qilishingiz kerak. Nega? Chunki bozor kutib o'tirmaydi. Keyingi dushanbadan boshlayman, bu hech qachon boshlamayman deganidir. Fastlane tadbirkori uchun eng yaxshi vaqt hozir. Sizda 1000 ta g'oya bo'lishi mumkin, lekin dunyo sizning g'oyalaringiz uchun pul to'lamaydi. Dunyo sizga faqat natija uchun pul to'laydi. Natija esa faqat ter to'kish va tizimli ijro orqali keladi. Bugun o'sha milliard dollarlik daftaringizni yoping-da, eng kichik g'oyangizni birinchi qadamini qo'ying. Videoni ko'rib bo'lgach, birinchi qo'ng'irog'ingizni qiling. Birinchi sahifani yozing yoki birinchi kodni tering. Keyingi va yakuniy qismda biz hamma bilgan boylik tushunchasini butunlay o'zgartiramiz. Boylik bu faqat pulmi yoki biz nimadirni unutdikmi? Boylikning tezkor yo'lagi.
Beshinchi qism boylikning 3 ta ustuni. Keling, bir insonni tasavvur qilamiz, ismi Temur. Tezkor yo'lak qoidalarini mukammal bajardi. U ulkan tizim qurdi. Maktabga chiqdi, millionlab dollar topdi. Bugun uning garajida eng qimmat mashinalar, stolida eng sara taomlar. Lekin bitta muammo bor. Temurning farzandlari uni tanimaydi. Chunki u 10 yil davomida faqat ish bilan band bo'ldi. Uning sog'lig'i tamom bo'lgan, qimmat mashinasini haydashga beli quvvat bermaydi. Uning atrofida faqat puli uchun yurgan do'stlar. Aytingchi, Temur boymi? Jamiyat ha deydi. Demarko esa yo'q deb javob beradi. Demarko aytadi: boylik bu faqat bankdagi raqamlar emas. Haqiqiy boylik bu uchlik: oila, salomatlik va ozodlikdir. Inson ijtimoiy mavjudot. Bizga mehr, muhabbat va kimdirning bizga kerakligi hissi, suv va havodek zarur. Temurning xatosi shunda ediki, munosabatlarni qurbon qildi, lekin qog'oz pullar sizga mehr bera olmaydi. Haqiqiy Fastlane tadbirkori pulni nima uchun topadi? Oila bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun, farzandlarining birinchi qadamini ko'rish, ota-onasining duosini olish uchun. Agar sizning biznesingiz sizni yaqinlaringizdan uzoqlashtirayotgan bo'lsa, u sizni boy qilmayapti. U sizni qashshoqlashtiryapti. Boylik bu sevadigan insonlaringiz bilan birga baham ko'radigan baxtdir. Tasavvur qiling, sizga dunyodagi eng zo'r, eng tezkor Ferrari mashinasini sovg'a qilishdi. Lekin bitta sharti bilan. Bu mashinaning motori nosoz va uni hech qachon tuzatib bo'lmaydi. Siz bu mashinadan zavq olasizmi? Albatta yo'q. Bizning tanamiz bu bizning eng birinchi va oxirgi mashinamiz. Sekin yo'lakdagilar boylik ortidan quvib, sog'lig'ini yo'qotishadi. Keyin esa o'sha topgan pullarini sog'lig'ini qaytarish uchun sarflashadi. Bu mantiqsiz aylanma harakat. Fastlane falsafasida salomatlik bu sizning asosiy aktivingiz. Quvvat bo'lmasa, na ijro bo'ladi, na maktab. Haqiqiy boy odam bu nafaqat hamyoni to'la, balki ertalab uyg'onganda o'zini tetik va kuchli his qiladigan odamdir. Uchinchi ustun ozodlik. Mana bu boylikning eng buyuk ustuni. Ozodlik nima? Ozodlik bu nima xohlasangiz o'shani, qachon xohlasangiz o'sha paytda va kim bilan xohlasangiz o'sha inson bilan qila olish imkoniyatidir. Ozodlik bu xo'jayinning kayfiyatiga qaram bo'lmaslik. Ozodlik bu narxga qarab emas, sifatga qarab tanlash. Ozodlik bu dushanba kuni ertalab uyg'onganda yana ishga borishim kerak deb emas, bugun qanday yangilik yaratsam ekan deb yashash. Pul bu shunchaki ozodlikni sotib oluvchi vosita. Demarko aytadi: boylik bu vaqtni boshqarish huquqidir. Agar sizning millionlaringiz bo'lsa-yu, lekin sizda vaqt bo'lmasa, siz oltin qafasdagi mahbussiz. Ko'pchilik piyodalar boylikni hashamatli narsalar deb o'ylashadi. Ular katta qarzga botib bo'lsa ham qimmat mashina yoki uy olishadi. Natijada nima bo'ladi? Endi ular o'sha narsalarning quliga aylanishadi. Mashinani kreditini to'lash uchun yoqtirmagan ishida ko'proq ishlashga majbur bo'lishadi. Bu boylik bo'lib ko'rinish, fake wealth. Haqiqiy boylik esa kamsitilmaslik va majbur bo'lmaslikdir. Tezkor yo'lakda yurganlar buyumlarni emas, vaqtni yig'ishadi. Ular narsalarga egalik qilishadi. Narsalar ularga emas. Biz 5 ta bob davomida tezkor yo'lak xaritasini o'rgandik. Yo'l xaritalarini tushundik, boylik matematikasini hisobladik. Sens qonunlari bilan biznes filtrladik. Ijroning kuchini ko'rdik va nihoyat boylikning asl ma'nosini angladik. Demarko kitobini bir gap bilan yakunlaydi. Tezkor yo'lak bu qiyin yo'l. U yerda ter, qon va ko'z yoshlari bor. Lekin bu yo'lning oxirida sizni haqiqiy hayot kutmoqda. Sizning yo'lingiz qayerdan boshlanadi? Balki hozirgina ko'rgan videoingizdagi birgina fikrdandir. Unutmang, siz faqat bir marta yashaysiz va bu hayotni sekin yo'lakda navbat kutib o'tkazib yuborish uchun juda qisqalik qiladi. O'z yo'lingizni chizing, o'z tizimingizni quring va eng muhimi, o'z ozodligingizni qaytarib oling. E'tiboringiz uchun rahmat.